Полицейskilar mani stomislarga baribir masaladan qochib ketdim. Bo'ldi. Chiyoti qanaqadir qishloq chiqib qoldi yo'lda. Nima qilsamikin bu qishloqni? Hamkas, nima qilamiz? Bu yerda hozir qochib ketadi-ku. Yo'q, politsiyskiy qochib ketmaydi. Biz uni ikkalamiz stomaymiz. Sani do'mingga bor bo'ldi. Nima unda qurol bor bilasanmi? Biz yana yordam chaqirishimiz kerak. Hozir yordam chaqiramiz. Bo'lmasa keksa ham bo'ladi. Yordam chaqirib bo'lmasa hamkas yordam chaqir. Hozir qochib ketadi. Qaysidir uyga kirib olsa ham bo'ladi. Hozir yana o'tda o'yinchi bo'lsa, tomoq qo'yadi yo'qdi ham. Sekin ana turibdi-yu to'g'rimizda. Politsiyskilar mani stomaydi baribir. Mana shu ko'chada yursammikan? Ko'chada hech qayerga bekinolmayman. Yoki bu uyga bekinsammikan yoki bu uygami? Bu uyda lekin katta oyna bor ekan. Shuning uchun bu yerda men bekinolmayman. Shuning uchun mana uyga kiramiz. Davay bo'lmasa hech kim bo'lmasin deb mana olmadim gap. Ochamiz. Mana qurol bor, nima farqi bor? Kimdir bo'lsam, ana uyga kirganda nima qilamiz endi? Bo'ldi, tezroq chaqirgansa, yordamchilarni ana uyga kirganda bo'ldi. Boshqa chiqmaydi endi o'tdan. Chiqsa ham bizni tutib olamiz, lekin unda qurol bor-da. Xavfli jinoyatchi oxir qanaqa qamoqdan qochib ketdi baribir. Ammo yaxshi. Bu yerda hech kim yo'q ekan. Bo'lmasam bu yerdan ham qochishim kerak. Bu yerda o'tirsam ham bo'lmaydi. Qanaqadir yana oynalar ko'p ekan bu yerda. Yo'qmayapti cho'ta bu yerdan. Yana u egasi kelib qolsa maqlan, uni ham paq qilmayman-ku. Shuning uchun bu yerdan sekin sirish kerak vaqt bo'lganda. Mana bo'lmasa bu yerda sindiribman ketdim. Rahmat yo'qlar, mazza qilibsan bilan choy ichdik. Gap bor pichindi, mazza qilib yeysan. Yana kettirgan erta kelgan. Albatta erta kelaman. Hamislar sizlarni otim kompyuterman. Yangi videomga yaxshi kelibsizlar. Do'stlar, biz siyoh rangli qishloq bilan mazza qilib choy ichib o'tiruvdik. Mana endi uyimga qaytaman deganimda, men uyim singan. Nima bo'ldi? Men uyim nimaga buzildi? Men tushunmadim. Kim kirdi men uyimga? Nima men uyimni o'g'irlab ketishdimi? Yo'q, kim kirdi edi? Men uyimga axir buni qilmasdi-ku, buzilmagan-ku. Obbo, nima bu endi? Yo'q, hamma narsalar joyida, hech kim ishdan o'g'irlamagan ekan. Mayli, to'g'rilab qo'yamiz. Bo'ldi, obbo do'stlar. Ana bo'ldi, to'g'rilab qo'ydik. Kim kirdi? Men uyimga men tushunmadim. Mayli, qanaqadir bag'bot kandir balkim Minecraftda o'zim ishlarimni qiluraman men bo'lmasam. Politsiyskiy aytda o'tiribdi, hech qayerga chiqib ketmadi-ya. Qanaqadir o'yinchi turibdi, jinoyatchi yo'q chimayapti, lekin u balkim jinoyatchi bilan gaplashib olgandir. Nima deysan? Bo'lishi mumkin, jinoyatchi bilan gaplashib olgan ikkalasi. Jinoyatchini bekitib o'tiribdi shu o'yinchi yoki o'yinchini kimini kim olgan. Nima deysan? Hozir yordamchilik kelsa, hammasi ko'ramiz. Xullas, shunaqa ishlar do'stlar. Yomon charchab ketdim, lekin ertaga hali siyohang qishloqqa uyga chiqishim kerak. Yana gaplashadigan gaplarimiz bor edi. Bizani pichini yeb mazza qilib o'tirardik, qancha choy ichib. Yoki YouTube'da bir bor bu narsa ko'rsam yoki uxlasam yoki mazza qilib uxlayman ekan hozir. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing. Va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Ana yordamchilik keldi. Davoyani jinoyatchi uyga kirganda o'sha kirishimiz kerak bizni. Qanaqa qilib uyga kiramiz endi? Axir u jinoyatchi-yu, bilmaysizlarmi qancha bo'tda odam bor, qancha aholi bor o'zi bo'tda. Aholi, lekin bu xabarni biz bilmaymiz. Qancha aholi borligini ham bilmaymiz buni. Qanaqa qilib bo'lmasa biz kechqurunda qochishimiz kerak. Hamma aholi o'zi uyga kirib ketgandan keyin axir kechqurun qochgancha u jinoyatchi qochib rostdan yo'q, qochib ketmaydi. Buni bizga topshiringlar. Biz yaxshilab ham yana qarab o'tiramiz. Bo'lmasa qarab turinglar. Jinoyatchi qochib ketmasin. Qanday o'yinchilar gaplashib olganmi, yana bilmadim. Xullas qarab turinglar, uydan chiqib ketmasin. Rostdan ahvoli uyga kirib ketgandan keyin hujum qilsa ham bo'ladi. Bo'lmasa unga yaxshi g'oya. Bo'lmasa o'rab olinglar, bu hech kim ko'rmasin bizani. Ana bo'ldi. Ishini ham scratch qildim men do'stlar. Manchoda bu
yerda zerikib ketdim-da, o'shaning uchun o'yladim. Yana uyimga o'g'ri kelib qolsa-chi deb o'yladim. O'shaning uchun o'zimga gilam oldim. Yo'q, unchun gilam olmadim. Men o'g'ri uchun bunaqa bronirованный eshik oldim. Mendan o'g'ri chiqib ketdi-yu, to'g'rimi? Hamma yonim bizni bunaqa uyimga kira olmasligi uchun даже men o'zimga bronirованный eshik skrafchis qildim. Hamma eshigim qanaqa holatda? Ey, ana u eshigini ochib yopibdi. Nima qotganiga qochoqchimikin u? Xullas bu eshigim meni sinib qolgan, уже bizilib ketganda oddiy turib qopti. Chunki buni bizib o'zimga bronirованный eshik olib qo'yaman. Nima? Eshigini ochtirdi. Nimaga eshigini ochtiradi? Obbo, apriyom. Xullas do'stlar, bu yerda qancha baqirsam ham o'zim umuman eslayman. Mana hech kimga eslamadi. Даже o'q otilsa ham o'ta eslayman. Xullas bronirованный eshik rostdan ham bu yerdan o'q o'tmaydi. Agar bu eshik ochilsa ham ochilmaydi ham. Mayli do'stlar, faqat men ocha olaman. Bo'pti, bo'lmasa bunaqa eshik ham qo'ydim, boshqa dekorlar ham qo'ymoqchiman. Chunki juda ham zerikib ketdim. Men nima qilishni bilmayapman. Bunaqa narsalar qilish menga yo'q ketyapti. Nima qilish ekan? Ko'rdingizmi? Mana bronirованный eshik ochindi. Biz harakat qildik, lekin afsuski bronirованный eshikni ocha olmadik. Juda ham qattiq ekan bizga. Qattiq deysizmi? Bo'lmasa tezroq bo'lishimiz kerak. Uydan qochib ketadi yoki bir bilan qo'yish mumkin. Uni tutib olishimiz kerak. Davay uyga kiramiz endi. Lekin ocha olmayapmiz-ku biz. To'g'ri eshikni tomdan kiramizmi balkim? Tomda ham toshku akir. Hozir pastga tushib yana bola paydo bo'lib qolishi mumkin. Bo'lmasa devorni sindirishimiz kerak. Uyi daraxtdan-ku, to'g'rimi? Mana mashina sindiramiz, keyin kiramiz. Bo'ldi, bo'lmasa serjant, hozir biz sindiramiz. Sindiringlar. Keyin kamera to'xtanglar deysizlar. U ichiga biz politsiyaskiy deysizlar. Bu ichiga otmaysizlar, lekin jinoyatchini biz topishimiz kerak. Bilasizlar-ya? U jinoyatchi bo'lsa-chi, mayli, davay ish qilishni boshlaymiz, aralashib boshlaymiz. Ana o'tiribdi ichkarisida. Davay bo'lmasa, o'zim aytaman, aralashib boshlaysizlar keyin. Hozir kirasiz, hech qanday quramaskanmiz. Qana bo'ldi. Bu yoqqa gulla qo'yibman, akvarium ham qo'yib yubordim endi do'stlar. Chotki bo'ldi hammasi. Menga yoqyapti, hammasi. Уже menga yoqib ketdi. Interyer ham qo'yish uchun bunaqa men pechka verstak olib kelyapman. Bu verstakga sindiramiz. Pechka verstak. Ana bo'ldi. Skinim rangida. Chotki o'xshanima do'stlar, bu stolni ham mahalla alishtirib olmoqchiman. Ana o'shanda rostdan ham zo'r chiqadi. Men uyim hammasi tayyor bo'ldi. Bo'lmasa ustiga notebook qo'ysam bo'ldi. Sizlar uchun video uraman. Nima muammo endi? Mazza qilib zat o'tiraman. Soatga qo'ysam kerak. Bu yoqqa qo'ysammikin yoki bu yoqqami qo'ysammikin soatdan do'stlar bu yoqqa qo'yaman. Bo'ldi, davay bo'lmasa komanda berdim. Sizlar shu yerda turinglar. Bo'ldi, bajariladi. Bo'ldi, politsiyaskilar eshik tarafdan turib qochib ketsa, sizlar esa aralashib boshlayverasizlar bu eshikdan. Keyin kirasizlar, keyin aytasizlar, to'xtanglar, bu politsiyadan. Bilasizlar, biz jinoyatchi topishimiz kerak. Xuddi shunaqa, davay bo'lmasa aralashib boshlayveramiz politsiya. Qani ketdi bo'lmasa baramashda sekin arlavuli yaxshi daraxt ekanda. Voy do'stlar, men o'zimga даже bunaqa kilovatt ham skrafchis qildim. O'sha yumshoq qilib mazza qilib yotish uchun. Qayerdan olib chiqyapti? Versakdan olib chiqyaptim. Yo'q, nima? Qo'lini ko'taring, bu politsiya. Qani jinoyatchi olmasizga. Gapiring bo'lmasa, qanaqa jinoyatchi? Nima? Jiddiy bo'lsin, o'zchalingiz, to'g'rimi? Shunaqa deyib bizga rostdan ham jinoyatchini ko'rmaysizmi? Yo'q, jinoyatchini ko'rmadim. Nima? Men uyimga kirib ketdi deysizlarmi? Siz uyingizga kirib ketdi, lekin qanaqa qilib ko'rmadingiz? Bilmasam qanaqa ko'rmadim. Men ko'chadan keluvdim. Ko'chadan ketsam hammasi yaxshi edi, yo'q. Hammasi yaxshi mashina, men devorim buzilgan edi. Nima? Devor? Devordan qochib ketibdi demay. Obbo, devordan qochib ketibdi. Qanaqa qilib tutasizlar endi u jinoyatchini? Bu yaxshi savol. Qanaqa qilib tushunsa bu qo'ydi, jinoyatchi xavfli jinoyatchini. Voy, yomon bo'pti, lekin uyimga kirgan bo'lsam, men даже bilmadim, men uyimga kirganimni. Bo'lmasa rostdan jinoyatchi emas ekansiz. O'zaro endi devorni to'g'ratib qo'yamiz. Yordam beringlar.
Aha, nima? Kim yordam so'rayapti? Oqishloqqa ketimdan bo'lmasam. Mana shu oqishloqqa yashirdi sekin mana shu jinoyatchi bo'lsa ham, bu yerda jinoyatchi ko'rinmayapti lekin. Mana chiqas qani hamma pullaringni olaman, pullaringni ketaman bo'ldi. Yo, kim bu politsiyskiy qanaqa qilaman topib oldingiz bu yerda? Jinoyatchi tutilding-ku baribir sen endi qamoqqa ketasan-ku. Qani bo'ldi, boringlar, mazza qilib uzoqga va anchaga qamoqqa ketishdi jinoyatchi bilan do'stlar. Bo'pti, bo'lmasa nimalar bo'lib ketdi man qishloqda. Man qishloqning uyida o'tirganda nimalar bo'lib ketdi? Men uyim bilan meni jinoyatchi deb o'ylashdi, jinoyatchini o'rtog'i deb o'ylashdi, men bilmadim. Bo'pti. Obbo, devorga kim tuzatib beradi, tuzatib bermadi ishidi-ku axir. Do'stlar, endi o'zim tuzatib olishim kerak. Bo'pti, satovichini chiroyli qilib qo'ydim. Like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videolarimni kuzatishga davom etinglar va sog' bo'linglar do'stlar, kasal bo'lmanglar.